Ben Türkistan'ın Kaşgar Yerken'de yaşayım. Ben turmuş kurup ballarım asta çoğun bolgan ballarımni okuttum. Dinde cihette okutay deb şunun bilen bizning nimada Türkiston zaminida oshkora Turkiyaga o'xshash bunda diniy majlislar yo'q. Shuning bilan men prezidentlarimni islom aqidasi, islom prinsipi, islom axloqi shaklida tarbiyalash maqsadida bolalarimni o'qitish uchun mushu o'qitish uchun şu ustozning qishig'i olib berdim. Ustozning qishig'i olib bergandan keyin mening farzandlarimni Çin hükümeti tutib oldi. Ben o dini eğitim verecek yere gönderdikten sonra çocuklarımı tutukladılar diyor. Ular farzandlarimni tutib olgandan keyin menimi ular tutib olib şu nimalarga Türmege apırıp sen balağını okutupsan dep ola beni türmege taşladı. Şunun bilen şu yerden beni kaptık sonra kıldın. Seninki sen balağını okutupsan dedi. Ola ben balamını bir fakatlam cemiyetke yaramlık Müslümanlığa bir faydalık, cemiyetke yaramlık bir prezent terbiyelash üçün okuttum desem, ular sen balalarını okutup bizge karşı okutsan dedim. Ben yok unda sizlarga karşı okutmayman desem, ular beni qattiq vurup bedelimni yaralandırıp şunda ağır derece jarohatlantirdi. Şunun bilan men şu yerda 6 ay yattım turmada. 20 ming Xitoy pulda pul to'laysan deganda men pul yo'q desem, ular mecburlab pul to'lamasam shart yotsan dedi. Sonra men uyamdan azroq pul batdi. Şundan başka dostlarım, qarindoshlarımga, urug'-tuqqanlarimga dash orqali 20 ming pulni yig'ib, akilib, ularga berdim. Ular meni qo'yibdi 20 ming olgandan keyin. Men bu yerga chiqishdan burun vatanda ular bizlarning Türkiston xalqiga ig'ir zulm solgan ular. Qanday zulm soladi degan chaqda ular mushu ayollarimizniki yüzünü iş çıkıp başlagan ular. İş çıkıp başlagan, hatta ki ular ayollarimizniki yüzünü yollarda görse maşinde kendini qo'g'lab berib, andan keyin saqchilar va undan boshqa mahalliy boshliqning bilan mushularga Mahalleden çarlamdı. Mahalleni çarlaydigan, mahalleni çarlab ropaş görse, ropaş ayollarimizniki yüzündeki çimbenini tatip ilip aşında yüzünü koşudular içip atıdıgan. Mesela onundaki ayollar koçuk çıkanmasa alet kep kalmışlar. Şunda kokap Çinlarning şunda şerefsizligidan kokap ayol hemşerilerimiz koçuk çıkanmaydigan derecede şunda bak ketken. Hatta ki ular onunlama boldu qilmasdan bizning uyimizga chirib ular seninki ayoling sening oilangda ro'pash bo'lsa sen qo'l qo'yib bersan, agar ular yuzini ichib olsa seni turmaga tashlamaymiz. Agar ular yuzini yo'gab qolib qolsa, biz ko'rablab qolib qolsak seni turmaga tashlaymiz deb shunda bizga qo'l qo'yg'izdi. Tahdidlar sizlar qildi. Men shundan keyin Türkiston zaminida undan boshqa farzandlarning keyin mushu
ikkidan her bir ailede ikki farzandlik bo'lish, ikki farzanddan ortiq bo'lib qolib qolsa, buni qo'sqida bor bo'lgan bo'lsa, uni bilib qolib qolsa, doktorxonaga majbur olib borib, yo qiydiryotidi, yoki vukul o'p tushiryotidi. Mushundaq ishlar. Uningdan boshqa yana ular bizlarniki bu taqa qo'saqda 2, biz uchun 2. 2 dan prezidentlarni agar qo'sqida bog'lab qolsa, doktorxonaga tushiradi. Agar bizlar ko'makda tug'ilgan bo'lsa, prezident bizdan qattiq 15 ming ko'y, 20 ming ko'y bizni pakan oladi. Şunu alımlarımızın öltegenliği, alımlarımızın alıqı nimi qaldıqlığı doğru onun müdebbiriyle azıraq. Şundaq zulümlar ve onundan başqa bizlərinin çınlağa qarşı çıxması mı? Faqat bizlərinin prezidentlərimizni tərbiyəlab biriyotqan şundaq ustazlarımızını mı? Ular turmaga qamab shu yerda savol so'roq qilib, savol so'roq jarayonida savoliga javob bermasa, ustozlarni shunda shu ba'zilarini savol so'rayotgan shu o'rindiqda o'ltirayotgan, ba'zilarini 15 yil, 20 yil shunday kesayotgan, undan boshqa yana shu ustozlarimizning aqli o'shini ketkizayotgan. Aşında zulümler boğaçka. Ben şunu gördüm. Görgenden ki bu zamanda yaşaşındaki ne kadar kıyıllıkını his kıldım da. His kılgandan ki onundan başka nurgulgan zulümler var. Onu ben dep tüyüt bulanmayım hazır. Ben şunda zulümünü öz gözümden görgenden ki ben ayalım, ballarımını ilip 2014 2. ayının ki 19. günü ben vatandan Çin zeminiga geldim. Şu zeminden çıkıp ketiş için. Çin zemininden şeye gelgenden ki bizim şu qaryol bilen ayalım balım bilen ilip şeye geldim. Şeye gelgenden ki şu Çinlarnınki adamları Xitoydaymiz hamda shularga men nimadan Çin'den nimaga Vyetnamdan Kambodjaga o'tkazgan ularga pul berdim. Ayol bolalarimiz bilan birga tutilib qoldik. U yerda şu biz Türkistan'dan çıkan şu qaryoldan şu zulümga uchrab, vatanda zulümga uchrab chiqqanlar bilan birlikte, başka qarindoshlar bilan birlikte şu Taylandda yattık. 1 yil 4 ay yattık. 1 yil 4 ay yatgandan keyin hapsida ondan keyin Allah'ın fazl merhametiyle Türk kardeşlerimiz, yani Türkiye hükümeti bizge sahip çıkıp ayollarımız bilen ballarımızı Türkiye zeminine Tayland hükümeti gönderdi. Ya yolladı. 2015 7. ayda. Onu kendim biz erlerini Tayland hükümeti Türkiye'ye belge olmadı. Belge olmayı bizni şu Tayland'da Turmu'da yatkızdı. Biz ayol ballarımız Türkiye'ye çıkan 2015 7. ayda çıkkandan başlap andın biz erler şu Tayland turmuşda yattık. Tayland turmuşda 2015 7. aydan tatip ta ki 2017'de 11. ayının 20. silahıçlık biz Tayland turmuşda yattık. Ama Tayland turmuşda yatkandan keyin ayol ballarımız Türkiye'ye çıkartkandan keyin Xitoy şerefsizleri Tayland hükümetiga bisim işletip bizni qattiq iskenjega aldı da. Bizni qattiq qiynadı ular. Biz üçün tamak, su, yatqan yerimiz Çin'e qishdan töbede yattık. Bizden başka nurg'unlagan milletler, nurg'unlagan kişiler kelip ketidi. Bu yerdeki en mühim nokta bizden başka milletler, başka halklar pasportsuz, vizisiz Tayland zeminiga kelip kelgandan keyin ulardan
pul aladi, pul olgandan keyin ularni qo'yib o'tadi. Ammo bizning jinoyatimiz bu Tayland zamonida keldik, pasport yo'q, viza yo'q keldik. Bu jinoyatimiz bor. Bunga bizning jinoyatimiz yo'q. Bunga hech qanday bir jinoyatimiz yo'q. Bizga o'xshash pasporti yo'q, vizasi yo'q, boshqa millat, boshqa xalqqa pul ilib uni qo'lini qo'yib turdi, lekin bizni shu 2014 3-oydan tutilgandan 2017 11-oygacha bizni qo'yib bermadi ular. Ham undan boshqa bizlarga bir insonga qilmaydigan shunday bir hayvonga qiladigan muomalani qildi. Hattoki bizlar bir ilim ilish uchun, bir til o'rganish uchun bir qog'oz, daftar, qalam so'rsak, ular berolmadi bizga. Hatto shunday darajada. Men ota-onam, qavm qarindoshlarim vatanda qoldi. Ammo ayolim, bolarim Allah'ın fazl merhametiyle Türkiye hükümeti bize sahip çıkandan keyin ayol bolalarım Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelgenden keyin men ayol bolalarımdan qattiq sığındım. Qattiq sığındım. Keç gündüz şu ayol bolalarım nima ish qilgandi, nima turgandi deb qattiq sığındım. Sığılgandan keyin biz hech qanday bir chiqish imkoniyati yo'q bo'lgach, biz oxiri 2017'de 11-oyga kelgan chog'da biz bu yerdan bu turmudan chiqib shu ayol bolalarimiz bilan bir jam bo'lish istikimiz bo'lg'achqa bizning unga hech qanday bir maqsadimiz yo'q. Shu ayol bolalarimiz bilan jam bo'lishni iborat bo'lgan bu istak bizni ham o Tayland saqchilarniki bizga shunday bir zulmlar sababidan biz hamda o'sha tomni teshib chiqishga majbur bo'ldik-da. Biz shu Tayland turmushdan qochgandan keyin Tayland bilan biz Malayziyaga chiqsak, Malayziyadan Turkiyaga kelib bo'ladi deb o'ylagan bo'lg'achqa, biz shu Taylandniki o'rmonligida biz qo'sqimiz och, usiz holatda shunday shu o'rmonlikdan mangdik bizlar. Turmudan qochgandan keyin o'rmonlikdan mangib bir kunisi bu yerda, bir kunisi u yerda qonab shunday qo'rqinish ichida saqchilik kendimizden kelib tutib olamiz degan qo'rqinch ichida atrofida har xil maymun, har xil hasharotlar, har xil hayvonotlar bor ekan, undan qo'rqmasak da ham shunday qo'rqish ichida biz 10 kun shunday qochib yurdik. 10 kun qochib yurib oxiri Malayziyaga o'tdik. Undan keyin biz tutilgandan keyin turmada 8 oy yotdik. Turmada 8 oy yotdik. Turmada 8 oy yotgandan keyin bizningki o'sha Malayziya zeminiga pasportsiz, vizasiz kirgan jinoyatimizni biz bo'ynimizga oldik mahkamada. Mahkamadan bizga 8 oy bo'lgan chog'da bu gunohsizkan deb bizga qaror berdi. Qaror bergandan keyin bizni Angliyaga o'sha yabanchiga akeldi. Malayziyaning yabanchisiga. Malayziyaning immigrationga. Malayziyaning immigrationga keldi. Immigrationda 2 oy yotdik. 2 oy yotib, shundan 10 oy bo'ldi. 10 oy bo'lgandan keyin bizlar Turkiyaga şu aralıkta Malayziyaning prezidenti almashdi, almashgandan keyin yangi prezidenti bizni Turkiyaga ulug' safardi. 2018 10-oyning 10-kuni Türkiye hükümeti bizga sahip chiqib bu Turkiyaga keldik. Turkiyaga kelib avvalimaniki inidagi saqchixonada 80 kun yotdik. Mening ko'ngil so'zim birinchidan men oilam bilan jam bo'lgandan keyin men Türk hükümeti, Türk qarindoshlarimdan shunday çok memnun oldum. Çünkü Türk hükümeti, Türk qarindoshlarimiz bizga zo'r darajada bizga yordam qildi. Ham oilam bilan jam bo'lgandan keyin men o'xshash shunday turumlarda yotgan mayli vatanda bo'lsin, mayli shunday har qaysi davlatlarda men o'xshash yotgan qarindoshlarimning men o'xshash oilasi bilan jam ko'rishkisa naqadar kelganligini
his qildim. Ham shu qarindoshimga Turkiya hukumatining sahib chiqishini, Turkiya yoki bo'lmasa dunyoning kishilarning insonlikning dunyo insonlarning sahib chiqishi insonlarning sahib chiqishini sahib chiqsa ekan degan o'shanda his tuyg'udim bo'ldim.